xo'jayinim aytadi, Shermatov deyaveradi, shuni olib borchi, Shermatovga ko'rsatib. Xo'jayiningizmi? Xizmat keldi. Assalomu alaykum, tinglovchilar. Alloh taolo xayrli qilsin. Bugun ajoyib kun. Negaki odamlar bir umrning yarmini og'riq bilan o'tkazib yuborishibdi. Bu hozir bitta xolamiz o'tiribdi, Qirg'izistondan kelganlar bizga. Xolamiz 20 yil davomida mana shu oyoqlariga davolangan ekanlar. Yurolmay qoldim. Yurish qiyin bo'lib qoldi. Hassa ushlash deyishdi, hassa ham ushlamay qo'ydim. Qiynalaman, zinadan chiqib tusha olmayman. Mashinaga o'tiraman, o'tirib shundoq kelsam, Toshkentga yetib kelguncha tushib yurolmay qoldim. Qirg'izistondansiz? Qirg'izistondan. Qayerdansiz? O'shdanmi? Jalolot. Jalolotdanmi? Ha. Qirg'izistondan Toshkentga kelib 20 yil davolangansiz. Posta har 6 oyda keladi. Ha. Bolalarim olib keladi. Ikkita bolam bor Toshkentda. Aha. Lecheniya qildirishadi, yana olib borib qo'yishadi. Qanday bo'ldi mana? Bir oycha bo'lsa, bir oy yaxshi yuraman. Bir oydan keyin yana o'shanda og'rib qoladi. Tizzamga olganman ukol keragicha. Yuragim siqilardi, endi og'rib yurganman. Ha. Kekirardim, tinmay. Qarang. 20 yil davolandingiz, dori-ukollar oldingiz, zo'r hammasi. Ichida masajlarni ham olganman, bundaqa Masaj qilishgan, kompensatsiyalar qilishgan, ukol-dorilar qilgan, keyin 1 oyga yetgan. 1 oyga yetmaydi ham, og'rib qoladi. Ha. Ana endi Mashinada qiynalib ketaman uyga yetguncha. Sizni kesamiz deganda bu yerga shishib yotgan bo'lgan. Ular kapinizdan yana qilsa, bu yana shisharadi bundan. Yana ustiga ukol ham berishadi. Ha, kapin ukol ham qiladi. Biz nechta ukol qildik sizga? Yo'q, ukol olganim yo'q. Komil. Kechda bitta dori topolmadik-ku ichganga. Rost dori men ichyotgandim, yonboshimda shuncha dori yuradi. Yana tashab keldim, aytdim, oldim dedim doridan. Qancha doringiz bo'ladi oldin? Voy, davleniyanikini, yuragini, yurakka, qonni suyultiradigannikini shuncha qilib ko'tarib yuraman, aptekani. Uzmayman, bir joyga borib, og'rib qolsam ichaman deyman. Qayerga borsam ko'tarib. Ana tirik apteka bo'lib qolgan ekansiz. Har apteka dori ko'tarib yurib. O'zbekistonga kelsam, bu dorilar qani? Tashab keldim-da. Tugadimi? Tugamadi. Bitta ichdim. Birinchi kelgan kunim. Bu yoq aytdilar, mayli, ichib yurgansiz, bitta ichingiz.